Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun yana Skyline Max'ni 800 kilolik, 500 kilolik yuk ko'taradigan murabbiylarimiz keldi. Shularni hozir tanishtirib o'tamiz. Bu 800 kilolik murabbiyimiz akkumulyator 6 talik 61 lik bo'ladi. 1500 mAh motor bo'ladi. Resor, amortizator, prujinlardan iborat mana. Ko'rishingiz mumkin. 1500 ligi mana bu yerdan mana ko'rinadi. Mana bu yerga uy yozilgan, naklinka emas. Profillari qalin, anchagina moshina chiqarilgan. Yuk 800 kilo, даже 1 tonnagacha ko'tarib bo'ladi. Polovoz 6 talik bo'ladi. Qora reduktor mana qizildan emas, oddiydan 18 talik, 12 talik emas. Qalin bo'ladi. Nagruzkaga avtomat bor, avtomat tashlaydi mana. Nagruzka bo'ligi avtomatik tashlaydi, zarar etmaydi. Maynasini ham, akkumulyatorni ham kuydirmaydi. Buni komplektida o'zini zaryadniki bo'ladi. Mana yozilgan 7261 kaskasi bo'ladi. Zaryadnik nimasi? Domkrat kluchlari bo'ladi, naklinkasi bo'ladi, bokovoy oynasi bo'ladi, o'zini jiketchasi bo'ladi, fosforlik. Tak, bu skuterimiz, ya'ni chip asosida ham yonadi, mana yondi. Assalomu alaykum. Yana boksga obuna tilaydi. Tak, kalit bilan yonadi, pult bilan yonadi. И также bunday hozir bismillah. Mana oldindan ko'rinishi. Hozir avariykalarni yoqamiz. Mana avariykasi yondi. Farasi yondi. И plus zadniga yoqamiz. Endi orqasini, orqa fonni ko'ramiz. Mana. Orqa tomondan ko'rinishi. Avarinka yonibdi, stop yonibdi, led zadniga yonadi. Ochilishlari ham qulay. Mana ochilishlari ham qulay. Qiyalmaydi odam. Keyinchalik buni pult bilan ishlasangiz bo'ladi, kalit bilan ishlasangiz ham bo'ladi. Hammasi boy. Bu yerda adrenalin qo'yadigan joylar. Mana bu yerda telefon pastga qo'ysangiz ham bo'ladi. Radiosi bor, kolonkasi bor, fleshga ketadi, USB ketadi. Mana bu yerdan o'zini o'zi zaryadlaydigan telefon zaryadga qo'yadigan joyi ham bor mana. Bemalol telefon zaryadga qo'yib to'ldirsangiz bo'ladi. 1.60 ga 1 metr chiqib qoladi. Bu eni mana